Hurmatli obunachilar, yangi iPhone'larni ko'rib chiqamiz. Qaysi bir yoqqanligini Apple Store'ga kelganimizdan foydalanib qolgan holda. Mana iPhone'lar. Menga eng yoqqani dizayn jihatidan mana bu Air bo'ldi. Bu qorasi. Bu oqi. Mana bularning to'rttala rangi: qora, oq, tilla rang va ochiq ko'k degan rang. Uncha ko'kligi bilinmaydi, lekin chiroyli. Juda ham ingichka, ishonib bo'lmaydigan darajada ingichka, o'rtoqlar. Batareykasi bo'lmaganda tanlovim shu edi, lekin batareykasi chatoqroq, o'shaning uchun endi olibda garchiligi yaxshi bo'lsa kerak, lekin juda ham zo'r dizayn chiqqan, mana ko'ring.